Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan yana Valijon Abdullayev. Sizlar bilan mana g'oyibona ko'rishib turibmiz. Xudo xolasa bugun 8-oktyabr ekan. O'shancha sovuqlar sekin-sekin kelyapti. Hozir bizning holatimizda sahar holatiga shu 6 gradus ham bo'lyapti. Kunduzlari yana Alloh bergan quyosh yaxshi chiqib turibdi. Bu quyosh uchun misol juda katta rahmat aytamiz. Alloh bergan ne'mat. Sababi quyosh qulpnoylarimizni hammasini yetishtirar ekan. Alloh sabab bo'lar ekan. Xo'sh, qisqacha gapirmoqchi bo'layotganim mana Xudo xolasa gullar ko'rinish boshladi. Xo'sh, bu yerda so'rhan ekilgan. Koreyadan olib kelganmiz. Keyin Doniyor beydan ham olganmiz. Toshkentlik boladan, u ham Koreyadan olib kelgan. Xudo xolasa bu yil ko'ramiz natijalarini, bularni qanaqa ko'rsatayotgan o'zini. So'rhanlarimiz sal kechroq gullar ekan, Kingsbury'ga qaraganda. Kingsbury'lar ancha erta gulladi. Birar hafta farq qildi. Xudo xolasa buni ham natijalarini ko'rib boramiz. Yana bir ikkita yangiliklarimiz bor. Xudo xolasa koreys ustozlardan ham ko'p narsani o'rganib kelyapmiz. Ularni ham videolarini bir-bir qo'yib turaman, Xudo xolasa darsliklarda. Ulardan ham misol Koreyadan kelgan F1, misol elitadan olingan F1 ko'chatlarni ham hozir qilyapmiz. Bir ko'rsatib o'tib ketaman, Xudo xolasa. Bir hoji akamiz so'radi, qulpnoyni yaxshi o'sa ekanini qayerdan bilamiz? Yaxshi o'sa ekanini shu bagidan bilasiz. Mana yashil baklar chiqarib turish kerak. Keyin yaltiroq bo'lishi kerak. Shu sizga qulpnoyingiz yaxshi ishlayotgandan dalolat beradi. Qulpnoyni holati ham Alloh bergan ne'mat ham odamnikiga o'xshaydi. Sababi buni ham o'z holiga tashlab qo'ysangiz, stress bermasangiz, hadi qo'yxonaga qo'yib qo'yasiz. Faqat yemini solasiz, bo'ldi. Hech narsadan g'ami yo'q. Shunaqa semiradi. Yovvoyi qo'ylarni, yovvoyi quyonlarni ko'rganmisiz? Doim stressda bo'ladi. Hayot uchun kurashadi. Sog'lom, baquvvat bo'ladi. Qulpnoy ham xuddi shunga o'xshagan narsa. Buni ham stress bilan, misol, mo'tadillikni ikkovi o'rtasida yurishingiz kerak. Bo'lmasa qulpnoylaringiz semirib, erkaklashib, gul ham chiqarmasdan yeb yotaveradi. Shunaqa u ilmni ham sekin-sekin o'rganib boramiz. Misol o'zimiz ham katta mutaxassismiz deb o'ylamayman. Sekin-sekin o'rganib kelmoqdamiz. Hozir mana harorat 21 gradus ekan. Obeddan keyin undan ham yuqoriroq bo'ladi, xudo xolasa. Kechasi lekin salafanda yotganmiz. Men sizga tushuntirmoqchi bo'lgan stress shu. Bularni sal qiynash kerak. Hozir 5 gradus bo'ladigan bo'lsa 3 gradusgacha abshamizda oktyabrda shu o'rtalaridan boshlab, shu kunlardan boshlab bu salafan yopishni boshlayapmiz, lekin atrofini yopmay turamiz. Keyin yana bitta narsa, bu misol mana uni tomchi chiqarishni ilek deydi. Ilek karchasiga bu misol qulpnoyni sog'lomligini bildiradi. 이래가 있을 거 아니야. 여기가 이런 데가 나올 거 아니야. 그러면 여기에 구멍이 하나. Xudo xolasa Koreyadan kelganda tanoplar. Bularni inshaalloh bostirib, ko'paytirib, keyingi yilga ham F1 bo'ladi inshaalloh.